Bu safar open budjetda ovoz yig'ib seni asfalt qilaman. Mahallada hamma patinkasini yechib paypad yuradi. Aka, tinchlikmi? Yaxshimisiz aka? Akajon, open budjetga shuni SMS boradi, ovoz berib bering. Yo'q, ovoz bermayman. Bir o'qizib beraman. Hazil, mujik qo'rqmang. SMS boradi aytib bering, o'zim Men aka. ovoz bermayman aka. Men hech qachon o'zim mahallamga ovoz bermayman aka. Hammasi mengami? Hammasi. Bitta ovozga bitta pach kelyapmiz aka. Hozir ayamni dadamni hammani aytib kelaman, boyib ketdi. Voy Anvar, jedira katta bolalarga kreditga olib berib 5 yildan beri to'lamayman men. Akajon, open budjet sezoni keldi. SMS boradi, shunday aytib berasiz, hamma kreditingizni o'zim to'lab beraman. Nima deysiz? Serios, davay. Bu boshimni urib yorvoraymi, ha? 10-marta imtihon topshirib prava ola olmaysanmi? Nima bo'lyapti senga? Dadamga nima deyman? Dadam endi. Akajon, dadangizga men aytib beraman. Open budjetga ovoz yig'ish boshlandi. SMS boradi, ovoz berib bering. Aka, jinni emasmisiz? Siz pravadan yiqildim deyapman. Qanaqa open budjet? Bitta ovozga bitta prava beryapsiz, hozir tushunyapsizmi? Prava qo'llayapsiz. Yo'q, prava beryapsizlarmi? Jo'nating ko'tdi. Yo'q, to'la ovoz beraman aka. Jo'nating. Bo'ling. Anvar do'li. Maki. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Rahmat. Gap bunday. Hali kuni iPhone olaman deb yuruvdingmi? Bo'ldi, iPhone beraman. SMS boradi, open budjetga bizim mahallaga ovoz beraman. Ha yo'q, men sizni bildim. Siz odamlar kamchiligidan foydalanib ovoz yig'yapsiz. Men 10 ta iPhone'ga mahallamni sotmayman. Hali kuni sigaret chekayotgan dadang bildim, bilmadimi? Yozing nomerni. Sen yaqinsiz mahallasiga ovoz beraman. Asrab qo'ydim. Odam ekansiz. Bo'l tez. Men qaynam mahallasiga ovoz bermadim. ovoz yig'aman, ey.